Hammaga salom. 2 oydan keyin sizlar bilan mana shunaqa uzun videoda ko'rishib turibmiz. Aynan mana shu sostavimiz ko'payishi uchun harakatdaman o'rtoqlar. Bugun mendan hech kim so'ragani yo'q. Aynan bugungi mavzuni men o'zim o'ylab topdim. Bilishinglar uchun bugungi mavzu kundalik tutish va hayotimizdagi eng esda qolarli yoki eng arzimas deb bilgan momentlarimizni daftarga yozish. Tushunishinglar uchun sizlarga o'zimni eng yaxshi ko'rgan va mashaqqat bilan to'ldirgan kundaliklarimni olib keldim o'rtoqlar. Ularning orasida bittasi kundalik emas, lekin kunda bo'lib o'tgan kichkina momentlarni yozganman bu daftarga. Universitetga olib borib fan qilib tutmoqchi bo'lgan daftarimning ichi bu. Buni chiqarib turamiz. Bularni hammasini obzor qilsam bilmadim vaqt yetadimi yo'qmi, lekin sizlar uchun kerakli bo'lgan bu yilgi va undan oldingi undan ham oldingi bo'lishi mumkin, balki undan ham oldingi aniq eslamadim bu kundaligimni ichidan topib oldim va mana shu kundaligiga o'xshagan oq qog'ozdan qo'lim bilan yasagan narsa haqida, ya'ni daftarcha haqida bularni obzor qilib, ko'rsib gaplashamiz o'rtoqlar. Videoni boshida aytib qo'yaman, menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, srочно menga obuna bo'lishingiz kerak. Aytgancha safimiz kengayishi ham kerak o'rtoqlar. Biz bor yo'g'i 1633 ta bo'ldik. Bu kam emas, menimcha kam emas, lekin ko'p ham emas o'rtoqlar. YouTube uchun bu bilmadim. Endi to'g'ri orada 2 oy o'tdi. Men 1 oy tinmasdan ishladim va 1 oy tinmasdan mazam bo'lmadi. Har ikkala holatiga ham shukrona keltirib yo'lda davom etyapmiz. Yana o'sha orqa fonda mana o'sha eski trimoyim hech narsa qilmaydi. Uydagi hamma mebelni deyarli almashgan, lekin mana shu trimodan boshqa. Unaqa bo'lsa boshladik. Birinchi bo'lib mana shundan boshlaymiz. Ko'rishinglar uchun sharmanda. Buni men yoshim katta bo'lganda emas, kichkinaroq paytim tutganman. Men sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Men bu video chiqishidan oldin shorts variantini chiqarganman. Aynan mana shu kundaliklar bo'yicha. Komment agar xohlasanglar yozsanglar bo'ladi, majburlamayman. O'zi hech qachon bunaqa komment yozing deyish yoqmaydi. Agar xohlasangiz, meni ko'zingiz qiymasa shunda o'tib ketishki, bemalol yozsangiz bo'ladi. Ochuv hali ham. 19 yoshdamidim yoki 18 yoshdamidim. Kundalik sotib olish, kamera qashib qoldi. Kundalik sotib olish uchun meni pulim bo'lmagan va uyda qolgan oq qog'ozdan tikib mana shunaqasiga yasagan. Chunki juda ham tutgim kelgan, juda ham yozgim kelgan. Har yil yozib kelaman. 12 yoshimdan boshlab kundalik tutganman. Xohlagan imkon topadi deydi-ku, mana shunaqasiga tikib chiqaman. Bu to'lmagan. Nimaga desanglar, bundan hech qancha 2 oymi o'tmasdan men sotib olganman kundalik va mana shu yerda to'xtab qolgan narsalarni o'tga yozib ketganman. O'tga maydirin deb qoldi. O'sha payt xayolimga demak mana shu narsa kelgan. Rassomchilikda xudo talant bermagan-u, lekin u yoq bu yoq qoralab o'zim uchun nimadir qilganman. Buni ichi o'zbekcha emas lekin. Men o'zbek tilida kundalik yozmay qo'yganimga ancha bo'lgan, chunki bunga yarasha aynan mana shu vaziyatga yarasha sababim bor, travmam bor desa bo'ladi ko'cha tilida. Asosan maqsadlarni yozganman. Oldin men shunaqa tutardim kundalikni, faqat maqsad uchun tutardim va kichkina momentlarni qoldirib ketardim. Men bu daftarga aytdim-ku, bu yerga momentlar yozilgan deb. Hozir mana shu maqsad va momentlarni bitta qilib 2 yildan beri men bunaqasiga kundalik tutaman. 2 yil emas, даже 3 yil bo'lgan. Buni hammasi to'lmagan. Kameraman telefonimga qarab gapiraman. Bu hali ham o'rganmagan o'rtoqlar. Media sohasida bo'lsam agar shu kamerani ushab gapira olmadim hech ham. Mana bunaqasiga ichini to'ldirganman. Xullas, mana shunaqasiga ichini yozib to'ldirganman. Bunaqa ko'rsatgan, ko'rsatmaganing yaxshi deyotgan bo'lsanglar kerak. Men sizlarga buni nima uchun ko'rsataman? Aslida men buni ko'rsatmasligim ham mumkin edi. Mening bunaqa formatdagi kundaliklarim bor. 17 yoshimniki bor, 18niki bor, 22niki bor, 21niki bor, 20niki bor. Nima uchun buni ko'rsataman? Agar siz hali ham kundalik tutmagan bo'lsangiz va buni menga o'xshab prosta pulga taqayotgan bo'lsangiz, o'zingiz ham yaratib tutsangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz qilsangiz bo'ladi demoqchiman. Tushundingizmi? Mana shu meni o'sha qo'lim bilan yaratgan va faqirlikda tutgan kundaligim. Chunki to'lmagan varolari bor. Buni davomi bor. Aynan o'sha kundalik qolgan eski kitoblarimni ichida ekan, tutib o'tirmadim. Asosiyini ko'rsataman. Keyingi kundaliklar o'rtoqlar. Men bularni kundalik yozmayman. Bular xuddiki bloknotga o'xshab tutilgan. Nima uchun kichkina momentlarni yozish kerak deyapman. Men sizlarga hozir bitta narsani gapim isboti bilan keltirib beraman. Kichkina momentlar ham vaqti kelib biror bir xotirani bir-biriga bog'lar ekan. Biz yaqinda kitob do'koniga bordim. Mana shu kitob bor edi.
Aynan mana shu kitobni sotib oldim. O'rtoqlar, men buni nimaga sotib oldim ayting? Meni xayolimda kundalik haq, mana shu sochim boru nav yoli deb boru. Kundalik haqida video qilishga o'ylab yurdim. Yozdim, ssenariy yozdim. Nima uchun sotib oldim? Birinchidan, buni video qilib sizlarga ko'rsatib berish uchun, ikkinchidan, menga yoqdi. Ichini ochib, men kitob har doim oxirroqlarini o'qiyman, bilmayman nimaga, oxirrog'ini o'qiyman. Kitob haqida mana shu yozilganlarini o'qidim, kitobni sotib oldim. Mark Avreli. Mark Avreli. Bu kitobni Mark Avreli, agar to'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, inglizini juda qotirib tashlamayman. O'zim uyda o'qiganman ingliz tilini. O'shaning uchun agar ingliz tilida xato qilgan bo'lsam, men shunchaki kechirib, ko'zinglarni yumib orqaga qaramasdan o'tib ketinglar. O'zim bilan yolg'iz. Aynan mana shu Rim imperatori kundalikda yozgan hayotidagi momentlar bo'ladimi yoki kimdirdan olgan xulosalari bo'ladimi, hayotdan olgan xulosalarni hammasini yozib ketgan. Mana ko'rsatib bo'ladi, raqamlangan. Fokus menga tushyapti. Mana shu kundalik qilib yozib, boshida kundalik qilgan, yozib yurgan narsasi o'rtoqlar bitta kitob bo'lgan va menga o'xshagan aqlli bitta inson buni olib o'qiyapti. Ko'rasizmi, nima uchun kerak kundalik tuzish? Ya'ni momentlarni yozish. Aynan mana shunaqa narsa uchun kerak. Balki qachonlardir sizlar yozgan narsalar bosib chiqarilar va uni kimdir, ya'ni menga o'xshagan aqllilar o'qish boshlaydi. Hatto ustozlardan eshitib qolgan kichkina she'r bo'ladimi yoki esda qolarli gapmi, ma'noli gapmi, hammasini yozganman. Men sizga hozir bittasini o'qib beraman. So'ramagan bo'lsangiz ham. Nasib haqida. Nasib qilsa kelur Shomu Iroqdan, nasib bo'lmasa ketar qoshu qovoqdan. Ustozimiz Muslimbek Yo'ldoshevdan eshitib olib yozib qo'yganman. Darsda o'tirib, zerikkan bo'lsam zerikkanimni yozganman, xursand bo'lsam xursand bo'lganimni yozganman, hamma narsa yozganman. Va undan tashqari men mana bunaqa rasmlar ham chizganman. San'atga na yaqin, na uzoq odamman. Даже mashka ham yozgan ekanman. Ey sevgili. Baxtingni ko'rsam baxtiyordekman, g'amingni ko'rsam gunohkordekman. Voy, bunda ham shunaqa, bu to'lmagan. Buni imенно momentlar uchun tutibman va bu davom etilayotgan narsa o'rtoqlar. Shuning uchun men sizlarga buni qanaqa tushuntirsam ekan. Xullas, namuna sifatida buni gapirdim va ikkalasini ko'rsatdim. Demak, bu nima degani? Demak, menda mana shunaqa ikkita daftar bor degani va u davom etib ketyapti degani. Men sizlarga bitta narsani ham aytaman. Men hali turmush qurmagan bo'lsam ham, kelajakdagi farzandlarim uchun ham yozib boraman. Endi u daftarim kundalik demaydi, kundalik deyilmaydi, lekin aynan qizim uchun, bilmayman, Alloh menga beradimi, yo'qmi. Avvalambor yaxshi niyat va qizim bo'lishini niyat qilgan va xohlagan holatda qizimga ham yozib boraman. Qachonlardir qizim qaysidir yoshga yetganda onasi shunaqa bo'lganini ko'rishini xohlayman. Mana shunaqa holatda va men qanaqa his-tuyg'ular his qilganimni, necha yoshimda qanaqa bo'lganimni va qanaqa qilib etapma-etap bu narsadan o'tib ketganim haqida yozib boryapman. Va o'ylaymanki, o'zbek tilida emas, o'zbek tilida yozmayman. Aynan yozayotgan tilimda qizimni ham o'qitishga harakat qilaman. Endi qo'yaverasiz, u yog'i bir niyat, bir hali turmush qurmaganman, hali bir turmush qurishdan darak yo'q, lekin yozib boraman. Yaxshi niyatda. Bizda shunaqa narsa ko'rib katta bo'lgan farzand sifatida aytaman. Mana adamning mana shunaqa katta albomi bor-da, o'rtoqlar. U albomni bir kursga obzor qilishim kerak. Albomning ichiga adam butun xotiralarini tiqqanladi. Qumlar chizilgan, polni rasmlar tushirilgan, qo'lda qilingan mehnat yoshligini o'sha albomga sig'dirganlar. Albom mana shunday katta va qalin-da, qo'lda qilingan, duxoba materiallarga qilingan. Esda qolarli narsasi bor demoqchiman. Adam bizga shu narsani ko'rsatganlar. Shunaqa. Sizlarga tushuntirdim bu narsa nimaligini va nima uchun kichkina momentlarni yozish kerakligini. Bu daftarlarga kelsak, bu aniq bilaman. Mana shu yoshimniki, mana shu yil tutganman, yanvarda boshladim. 20 dan 21 ga o'tadigan yoshdaman. 21 yosh deydi, chunki 21 yosh. 21 yoshimniki. Mani xonalarga yasab, osib, bir bolalar qilmayman, devorlarga, daftarga qilaman. Endi kimga qanaqa pasport qilganman, olganman, chemadan oldim. Uni ham o'qib chiqqanman, polni tugatganman, Turkiyani o'zi jo'natishgan. Kundalik to'ldirish faqat qanaqadir momentni saqlab qolish uchun yoki biror bir narsani keyin o'qib, voy mana mana shunaqa narsa bo'lish uchun emas. Kundalik to'ldirish, ya'ni yozish demoqchiman. Qo'l bilan daftarga yozish miyangizga dam berish bo'ladi. Lichna o'zimda sinalgan, men o'zim siqilgan paytni faqat yozaman. 21 yoshimni shunda suramiz, buni obzor qilgan narsasi yo'q. Men sizga faqat ko'rsatgan narsam o'sha rasmlar bilan ishlaganim. Bu yillikini obzor qilaylik. Dekabrda sotib oldim. Yanvar uchun
to'ldirib qo'ydim. O'zingiz kreativni nimadir o'ylab toping. Shunchaki miyam yo'q, pustoy deydigan bo'lsangiz, o'sha pustoy narsani yozing. O'sha hozir his qilayotgan narsangizni yozing. Lekin ChatGPT aytib bergan yoki kimnidir ko'chirgan narsangiz yemaydi, bo'lmaydi unaqasi. O'sha u miyani ishlatishmasdi. Просто ko'z bilan buni skaner qilib shunday olib ko'chirib qo'yish. O'zimga yozilgan bo'tdi. Ketgan. Nima uchun mana shunaqa dumaloqlar ketgan va nima uchun bu varoq polностью to'lgan? Men nimalar qilganman? Kundalik tutish bo'yicha aytib o'tganimdek, sizni faqat o'sha momentlaringizni, his qilgan narsangizni yoki nimadirlaringizni yozish uchun emas, o'zingiz uchun qilgan har qanday harakatingizni men o'zim uchun mana shu narsani qildim deb yozsangiz ham bo'ladi. Men bu yerda nima qilgan ekanman? Eshitgan podkastlarimni yozib chiqaman. Botga eshitgan podkastlarimni yozganman. Mana menda daftarim bor yana bitta. Men sizga o'sha bloknotni обязательно ko'rsataman. Hozir uni topish, to'g'risi uni qidirish uchun menda vaqt yo'q edi. Videoni tezroq olishim kerak edi. Sal boshqacha bloknot. Mana shu yerda eshitib tushungan narsalarimni o'tga yozaman. Tushunishingiz uchun. Va e'tibor bering, bu yerda yanvar uchun qilingan. Yanvarni o'zida mana shuncha eshitganman. Kuniga bitta eshitsangiz ham ancha narsa eshitib qo'yasiz, yarim soatdan. Faqat ko'radigan asosiy 3 ta odam bor. Hech kim ko'rmayman emas, o'sha ko'radigan 3 ta asosiy odam bor va YouTube'da kanallariga podpisatsiya bo'lib ko'radigan blogerlarim bor. Instagramda mana shunaqa to'ldiraman ichlarini. Aytdim, yanvar uchun, fevral uchun qilganman deb. Orada boya aytib o'tganimdek, ancha vaqt ishladim va kasal bo'lganim hisobiga podkastlar kam eshitdim. Shuning uchun bu boyagi masga ko'rsatganimni davomlari. Bu bo'lsa o'sha kundalik yozaman. Kamida mana shuncha yozar ekanman-da. Shunaqasiga to'ldirib, o'sha yo'q, xuddi shunaqa ketgan va hech narsa yo'q. To'ldirib, miyangizni bo'shatsangiz bo'ladi. Balki bu video kimgadir foydali bo'ldi, balki umuman sizga foydasi tegmadi. Agar o'zingiz uchun hech narsa olmagan bo'lsangiz, umuman olmagan bo'lsangiz, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling, chunki men sizni vaqtingizni olotganim uchun baribir buni mas'uliyati meni yelkamda bo'ladi, o'rtoqlar. Shuning uchun agar ozgina bo'lsa ham nimadir olgan bo'lsangiz, agar ozgina bo'lsa ham ilhomlangan bo'lsangiz, mana shuncha bo'lsa ham просто menga like bosib, kommentariyada shunchaki nimadir yozib ketsangiz, menga o'shani o'zi yetadi. O'zi Instagramda qilmayman men kontent, faqat YouTube'da. Nima uchun? Chunki menga YouTube'ning auditoriyasi yoqadi. O'shaning uchun men YouTube'daman. Aytgancha, bu kundaliklarni birma-bir ochib obzor qilib bera olmadim, chunki ko'rsatadigan va ko'rsata olmaydigan narsam bor. O'zi shaxsiyatim, oilam, o'zim bilan bog'liq narsalarni deyarli hech kimga aytmayman va agar sezgan bo'lsangiz, men shu video olishni boshlagan bo'lsam ham deyarli ko'rsatmayman hech narsani, chunki bu narsa menga yoqmaydi, lekin o'zim bilgan qanaqadir yo'nalishdagi ma'lumotni kimgadir berish bu boshqa narsa. Men nima uchun bu videoni qildim? Sizga nima berishni xohladim? Yozish emas, hissiyotlaringizni qog'ozga tushirib, bir vaqtda o'zida ham miyani bo'shatib, ham yengil bo'lishingizni va qachonlardir bu narsani ko'rganingizda, aynan mana shunaqa yo'lni bosib o'tgan ekanman deyishingiz yoki demagan taqdiringizda ham shunchaki o'zingiz uchun esdalik bo'lib qolishini. Men shu narsani sizga eslatmoqchi edim. Kundalik tuta olmayman, bu narsa menga ko'ramas, yozishni yoqtirmayman. Shunaqa deydigan bo'lsangiz, ya'ni men yozishni yoqtirmayman, kundalik tutish menga emas deydigan bo'lsangiz, men sizga oddiy bitta yengil formatini aytaman. Bitta bankani olasiz, qog'ozlar bor. Chiqartirib olsangiz ham bo'ladi, kessangiz ham bo'ladi. Kesmay turib shunday daftarni yirtib olsangiz ham bo'ladi. Yozing o'shatga. Обязательно biror bir esda qolarli men telefonda qoladigan xotiralarni ular o'zini yo'liga yozganingiz umuman boshqa narsa. Yozsangiz o'sha bankani ichiga tashlab borasiz va xohlang yilning oxirida oching. Shunda ochganingizda vau deysiz. Menda shunaqa konvertlar bor. Men nima yo'llarni olib kelmadim, o'zim endi o'ylayapman miyamda nima uchun qilmadim deb konvertlarga yozaman va konvertlab qo'yaman. U konvertlarni ochmayman. Hali 2-3 tasini ochgan bo'lsam ochgandirman nechadir yildan keyin, lekin ochib bunaqa yil oxirida bunaqa qilmayman, lekin prosta qachonlardir ochish uchun olib qo'yaman. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, boya aytib o'tganimdek, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Agar menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Aynan meni auditoriyam endi shakllanyapti va men o'zimga o'xshagan insonlarning davrasini yig'ishni boshladim. Men Instagramda, TikTokda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda yo'q, men faqat YouTube platformasida hozircha video qo'yaman. Balki faqat YouTube'da qolarman. Men uchun YouTube normalniroq va erkin ijod qilish uchun ham yopiq joy, ham bir barakay o'zida ochiq joy. Stories qo'yib, nimadirlar qilib, shunaqa asabim ko'tarmaydi, shunaqa narsani
Shunchaki o'ylayotgan narsam video qilma va sizlar bilan bo'lishaman. Agar sizga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham nimadir olgan bo'lsangiz, meni kuzatishda davom eting, nima ham deyman. Menda bugunchalik shulay. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha